miya quvvatini sarflovchilar. Qarang, qanday ajoyib surat. Qarang-ya. Vanya, iltimos menga asbobni berib yubor. Voy voy. Vanya, sen yana telefonda o'tiribsanmi? U yerda nimalarni ko'rasan, a? Yuborilgan narsalarni ko'rish qiziqda. Rasmlar, turli fotosuratlar, videolar. Men ham unga aytyapman, kitob o'qiganing ma'qul deb. U esa menga bu qiziq emas deyapti. Sen hech o'ylab ko'rganmisan? Nima uchun rasmlar ko'rib o'tirishdan ko'ra kitob o'qishni boshlash qiyinroq? Nima desam ekan, bilmasam. Miyamiz qanday joylashganini qarang. U tanamizning atigi 2% tashkil qiladi, lekin bor quvvatimizning 20% sarflaydi. Ya'ni u tanamizdagi quvvatimizning juda katta qismini iste'mol qiladi. Yo'q, demak u har doim ochmi? Menimcha u bekorchi. O'rgildim. Tanamizda maxsus tizimlar borki, ular miya faoliyatini quvvatini kamaytirishga harakat qilishadi. Shuning uchun agar miyaga ikkita oddiyroq va murakkabroq vazifani taklif qilinsa, u oddiyrog'ini tanlaydi. Aniq. Masalan, uy vazifasini bajarish uchun o'tirganingda xayol ko'pincha ketib qoladi va boshqa narsalar haqida o'ylab ketadi. Xo'sh, unda nima uchun ular bu videolarni tayyorlashadi? Gap shundaki, ular e'tiborimiz uchun kurashadilar. Qanaqasiga? Ha, qurollanibmi? Shunday odamlar borki, ular tomoshabinlar e'tiborini pulga aylantiradi. Masalan, men blogerlarning reklama sotish orqali pul ishlashlarini bilaman. Bu haqida men ham bilaman. Ha, shunaqa. Miyamiz qanday ishlashini ko'rishni istaysizmi? Men juda istayman. Ha, men ham. Unda Belarusga olg'a. Biz miyaning ichidamiz, lekin xuddi kosmosdadikmiz. Miya bu inson tanasining buyruq beruvchi markazi. Bu yer planetariyadan ham zo'r ekan. Miya dunyoni o'rganayotganimizda bolalikda eng faol rivojlanadi. Bular qanday chiziqlar? Bular miya hujayralari, neyronlar. Ular bir-birlariga ma'lumot uzatishadi va neyron tarmoqlarini shakllantirishadi. Har bir odam o'qiyotganda shunchaki bilimlarga ega bo'lmaydi. U aslida miyasini quradi. Ya'ni men kitob o'qiganimda miyam o'sadimi? Albatta, axir o'qish aqlni rivojlantiradi. Seni o'qishingga qaraganda o'sish juda sekin ketyapti shekilli. O'rgildim. Chegaralangan ma'lumotlar chegaralangan miyani hosil qiladi. Videolarda aql idrokni qurib bo'lmaydi. Xo'sh, odam har doim telefonda o'tirsa nima sodir bo'ladi? Agar har doim o'tirmasam-chi? Keling, ko'ramiz. Bizga aynan shu kerakga o'xshaydi. Qachon miyaga yetib boramiz? Afsuski, biz hozir miyadamiz. Nima uchun bu yer qorong'u? Keling, umumiy skannerlashni boshlaylik. Buncha qorong'u bo'lmasa. Bu miyaning batafsil tahlil qilish, mahmum fikrlash, mantiqiy vazifalar uchun mas'ul sohalaridir. Ular yuklamalarsiz qolganda, asta-sekin atrofiyaga uchraydi, ya'ni xotira pasayadi. Faqat bir qismigina yorqin ekan. Bu qanday soha?
Bu miyaning qisqa muddatli xotira uchun javobgar qismidir. U qizib ketganga o'xshaydi. Ha, aytma. Uning ko'z o'ngidan qancha videolar o'tishini bir tasavvur qilib ko'rgina. Biz aynan shu joydamiz. Ko'ryapsizmi? Miyaning barcha quvvati axborot oqimini olishga qaratilgan. Fotosuratlar, rasmlar, videolar va bunday oqim miyaning rivojlanishiga imkon bermaydi. Miyaning axborot iste'moli uchun javobgar qismi faollashganda, fikrlash uchun javobgar qismi bosim ostida qolib ketadi. Men shunday holatni sezdimki, bir daqiqaga kirib telefoningda biror narsani tekshirmoqchi bo'lganingda, yarim soat shunday holatda qolib ketasan. Ha, bu men bilan ham sodir bo'lib turadi. Ha, tez bo'lib turadi. Insonda izlanish refleksi deb ataladigan tug'ma xususiyat bor. Bu xavfdan himoya sifatida berilgan. U paydo bo'lgan yangi narsalarga nisbatan darhol javob berish uchun mo'ljallangan. Biz rasmlarni ko'rayotganimizda, ularning barchasi izlanish refleksiga ta'sir qiladi va e'tiborimizni uzoq vaqt ushlab turishga qodir bo'ladi. Insonning shu xususiyati masalan reklamalarda ishlatiladi. To'g'ri, u yerda hamma narsa juda tez o'tib ketadi. Men buni ataylab qilishadi deb o'ylamagan ekanman. Biz hozir qayerdamiz? Bu fikrlash qismi. Nima bo'ldi? Zarba tufayli Polarisning quvvati tugab qoldi. Dvigatellarni ishga tushirib bo'lmayapti. Yo'q, ular o'chyapti. Ko'ryapsizlarmi, odam doimo internet orqali nimadir ko'raversa, fikrlash uchun mas'ul bo'lgan miya sohasi yetarli miqdorda quvvatlanmaydi. Neyron aloqalar buziladi va miyaning bu qismi atrofiga uchraydi. Qaranglar, neyronlar vayron bo'lmoqda. Menimcha hozir yiqilib tushamiz. Dadam bilan men mashina ishlamay qolganda, uni boshqasidan quvvatlantirgan edik. Balki neyronlardan quvvat olarmiz. Bu ish berishi mumkin. Biz yiqilyapmiz. Voy, ulgurdik. Platon Kapitanovich, endi telefonda nima qilamiz? Undan umuman foydalanmaslik kerakmi? Balki ma'lum bir qoidalar kerakdir. Avvalo shuni tushunish kerakki, biz iste'mol qilayotgan narsaning o'zimiz. Bu gap ma'lumotlarga ham tegishli. Xohlaymizmi, yo'qmi, u ham bizning bir qismimizga aylanadi. Va shunga ko'ra kerak emas axlatga chuquriga aylanib, hamma narsa ketma-ket o'sha yerga tashlanadi. Shuningdek, axborot gigiyenasi qoidalarini ham unutmaslik kerak. Voy, men ular haqida o'qiganman. Telefonda yuqorida ko'rinib turuvchi bildirishnomalarni va ularni qabul qilishni ovozini o'chirish kerak. Axir biz ularga darhol javob berishimiz shart emas-ku. Foydalanish vaqtlarini belgilash telefonda foydalanganda, masalan, uni ertalab 9 dan oldin va 8 dan keyin ishlatmaslik kerak. Kun davomida qachon foydalanishni belgilab qo'yish. To'g'ri, uyda smartfonni olib yurmaslik kerak. U doim bir joyda turadigan joyini belgilash kerak. Ekran vaqtini nazorat qilish kerak. Ya'ni telefon yoki kompyuterda qancha vaqt sarflashni belgilash. Nima deb o'ylaysan? Kimning hayoti qiziqarli? Internetdagi rasmlarni ko'rib o'tiraveradigan odamning hayotimi yoki kitob o'qiydigan odamning hayotimi? Albatta kitob o'qiydigan odamning hayotida, ammo Platon Kapitanovich bilasizmi nima? Ba'zan o'qish unchalik qiziq emasda. Men hatto ba'zan ham emas degan bo'lardim. Sen aqlingni rivojlantirganingda, shu bilan birga senda boshqa ma'lumotlarga nisbatan qiziqish paydo bo'ladi. Sen uchun shunchaki oddiy video yoki rasmlar qiziq bo'lmay qoladi va sen haqiqatan ham qimmatli va foydali bo'lgan narsalarni bilishni istab qolasan. Men harakat qilib ko'raman.
Men allaqachon qiziqishni boshladim. Kelinglar, birgalikda o'qiymiz. Сколько разных загадок в мире большом. Вот бы нам разгадать секреты. Познавалов точно знает про все. На вопросы найдет ответы. Эй, вперед, все узнаем секреты. Эй, вперед, невозможно.